Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Orbit jivachkasi, chipsilar halolmi debdilar. Endi bu narsalar zamonaviy chiqqan yeguliklar. Ularda har biriga shariat bittadan hukm qo'yib qo'ymagan bizga. Balki shariat bizga qoidalar bergan. Umumiy qoidalar, nima halol, nima haromligini biz shulardan olib olamiz. Shariat aslida ko'p narsalarni harom demagan. Hamma narsa aslida halol. Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Alloh taolo oyatda aytganki, butun yer yuzidagi jamiki narsalarni asli sizlar uchun yaratgan degan. Sizlar foydalaringizga yaratgan. Shundan ba'zi narsalarni istisno qilib harom qildi xolos. Mast qiluvchi ichimliklar bo'ladimi? Yoki bir iflos hayvonlar, yetqish hayvonlar, to'ng'iz, itlar, yovvoyi hayvonlar, mana shunaqa narsalarni harom qildi xolos. Demak, harom narsalar sanoqli xolos. Halol narsalarda cheki yo'q. Shuning uchun agar bir narsa insonlarga yangi bir yegulik chiqsa, shuni qarang, tarkibida, zohiridan bir harom narsa yozilmaganmi, inshaalloh iste'mol qilavering. Shubha gumonlar bilan bu narsa haromga aylanib qolmaydi. Orbit ham, uning tarkibida cho'chqa yog'i bor ekan degan gap, uni isbotlanish kerak. Shunchaki shubha gumon gap bilan bu harom bo'lib qolmaydi. Pepsi bo'ladimi masalan, yoki chipsi bo'ladimi? Bunaqa narsalar hammasi inshaalloh asl hukmda qoladi. Asl hukmi nima dedik? Asli halolligi. Kimdir ki sizga shuni harom desa, isbotlab berding. Al-bayyina alal mudda'i deyiladi. Bir narsani da'vo qiluvchi odam dalil olib kelish kerak. Dalil olib keling. Orbit harom degan Qur'onda, sunnatda shunaqa joyi bormi? Yo'q. Yo, xo'p aytsaki, ha, Qur'on sunnatda hozirgi mana aroqlaringning ham nomi yo'q desa, xo'p to'g'ri. Lekin Qur'on sunnatda shu aroqni harom qilinganligini illati, ya'ni sababi bor. Bu nima? Mast qiluvchi ekanligi. Sen ham olib kelgin qani mana shu orbitmi, chipsimi, pepsimi nima bo'lsa ham shu narsalarda haromlikning bir sababi bormi? Masalan, mast qiladimi? Yoki mana ustiga yozib qo'yibdimi, ichida cho'chqa yog'i bor deb aniq qilib, yoki shu isbotlandimi haqiqatan? Shu narsa isbotlanmadimi? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Rasululloh hadisda aytganlarki, sen shubhalanib qolsang, shubhani yig'ishtir deganlar. Shubhasiz ishni qilaver, ya'ni asli halolligini qilaver deganlar. Al-yaqin la yazulu bish-shak, bu ham hadis. Sen bir narsani aniq bilsang, halolligini ana u shak shubha bilan ketib qolmaydi, yo'qqa chiqib qolmaydi deganlar. Allohu a'lam.